Tak. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun chislo 15-may 2026-yil o'g'lim bilan ikkalamiz 1,5 yildan beri boqib keladigan toza qonli 3 ta Hereford buqamizni sotuvga qo'yapmiz. Bo'ylari 1.30 plus, uzunliklari 2,5 metrdan ortiq. Toza qonlik, to'qol variantidan. Yeyishlari, appetitlari juda ham yaxshi, yem yeydi. Gazlari daroz. Veslariga kelsak, 700-800 endi bilmadim. O'lchaganimiz yo'q. Chunki o'g'lim ishlaydi, men bajara olmayman buni chiqarib o'lchashga. Uy telefonida o'ylayapmiz. Qanday ko'rinyapti bilmayman-u. Lekin juda ham veslari og'ir. Gazlari daroz. Kasallikka chidamol. Umuman oqsilan bo'lgani yo'q. Dermatitdan bo'lgani yo'q. Juda ham sog'lom mollarimiz. Hech qanaqa semirtiradigan ukol ham urganim yo'q. Faqat yem bilan erkalatib boqamiz. Mehr berib. Quloq soladigan aqlli mollarimiz. Bularning hammasini ismi bor, ismi bilan chaqiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, zotga ham olishi mumkin. Zotga yaxshi chopadi. O'zimizda g'unojinlarimizni qo'ydik. Shu buqalarimizga uchalasini endi bir joyga olaman deganlarga yaxshi bo'lardi, zotga ham yoki qurbonlik haytigami. Narxini 170 million so'rayapmiz. Ozgina kelishamiz yana narxida. Nima deyish mumkin? Yani telefon raqamini pastga qo'yib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar. Zaklad tashab qurbon hayitiga olib ketaman desalar ham bo'ladi. Ungacha boqib beramiz. Faqat bularni biz bozor chiqara olmaymiz, epira olmaymiz. Ikkalamiz ochilgandan keyin sho'xroq bular yuguradi. Shu uchun kimga qiziqsa telefon raqamlarimizni qo'yib ketamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.